Армысызlar, бүгін Лука баянған құш хабарының 10-ші бабını оқимыз. Hazreti Aysa'nın 72 şagirdinin əvətişi. Şu işlərdən keyin Hazreti Aysa şagirdlərdən yəni 72-ni tanlab, özü barmaqçı bolğan şəhər yezlərə 2-2-dən əvətdi. Ular yolğa çıxışdan burun Hazreti Aysa mundaq dedi: Qutquzuluşqa intildiganlar mol hosuldek köp, biroq hosulni elish uchun ishlaydiganlar az ekan. Hosulning egisi bo'lgan Xudodan ko'proq ishchi avatib, hosulni yig'ib olishni tilanglar. Endi yo'lga chiqinglar. Men sizlarni qo'zilarni bo'rilarning orsiga avatgandek avataman. Pul xalta, xurjun va oyoqmi omonlar. Yolda kişiler bilen görüşkende paranlaşışkımı toxtamanglar. Qaysı öyge kirsanlar aldı bilen ailenlağa Xudadan amanlık tileymen denglar. O öyde Xudadan keladigan amanlıkni söygücü bolsa, tiligen amanlığınlar onunğa mensup boludu. Eğer bolmasa, tiligen amanlığınlar özаңlarga yanıdı. O öyden bu öyge yötkülüp jümenglar. Belki düşkən öydə turunglar və öydikilərinin bərginini yanlar. Çünki xizmətkar kimge xizmət qılsa, şunundan iş haqqı elişqə haqlıq. Birər şəhərge barğınыңlarda birisi sizlərni qarşı elib, aldыңlarga nemi qoysa, şunu yanlar. O şəhərdəki kesellərini saqaytыңlar və o yerdəki kişilərge Xudanın padişahlığı sizlərge namayan boluş aldıda turudu denglar. Bırak birer şehirge bargınыңlarda o yerdeki kişiler sizlerini karşı almasa, köpçülük aldıda Xudadan keladigan jazaga özаңlarning javobgar bo'ladiganliklarini bildirish uchun biz şəhərlərinin ayığımızga qo'ngan to'psinimi qeqib tushirib etimiz deb agahlandırыңlar ve ularga bilishinglar kerakki, Xudoning padişahlığı sizlarga rostdan namayan bo'lgan edi denglar. Bilib qo'yinglar ki, o şəhərdikilərning qiyomat kuni tartadigan jazosi Sodom şəhəridagi yaman kishilarning tartadigan jazosidanmi ig'ir bo'ladi. Hazreti Aysa'ni rad qilganlar. Halinglarga voy ey qarazinliqlar. Halinglarga voy ey baytsaydliqlar. Sizler için yaratkan möcüzlerimni Tir ve Sidon degen yatlar şehirlerinde yaratkan bolsam, o yerdeki halk burunla meyüslengen halde matığı yögünüp, külgü milinip, günahlarga toğu kılgan bolatdi. Kıyamet günü Xudanın sizlerge beradigan jazası Tir ve Sidonnikilernikidan mu ig'ir boludu. Ey Kapernahumluqlar, asmanga chiqmoqchidinglar mu? Aksichi dozaqqa tashlansizlar. Hazreti Aysa şagirdlarga yana: Kimdi-kim sizlarning so'zinglarga kirsa, mening so'zimga kirgan bo'ladi. Kimdi-kim sizlarni rad qilsa, menimi rad qilgan bo'ladi. Meni rad qilganlar meni avatkuchini rad qilgan bo'ladi dedi. 72 shogirdning qaytib kelishi. Heliqi 72 shogird xo'shal-xo'ram holda qaytib kelib, ey Rabbimiz, biz sizning namingizdan buyruq qilgan edik, hatto jinlarmi bizga bo'ysunib chiqib ketishdi deb ma'lum qildi. Hazreti Aysa ularga: Shundaq, shaytonning osmondan chaqmoqdek tez tushganligini ko'rdim. Quloq solinglar. Men sizlarga ilon chayondek shaytonni oyoq ostinglarda yanchib tashlalaydigan, uning barliq kuch-qudratini besib tushirgan huquq berdim. Sizlarga hech qanday narsa ziyon yetkazolmaydi. Lekin sizlar jinlarning bo'ysunganligi bilan xo'shal bo'lib ketmanglar. Balki Xudoning nominglarni osmondagi hayotlik daftariga yozganligiga xo'shal bo'linglar dedi. Hazreti Aysa'ning xo'shallığı. Bu chaqda Hazreti Aysa muqaddas ruhning ta'siri bilan xursandlikka cho'mgan holda mundaq dedi: Bütün alamning egisi bo'lgan ey atam, sen bu haqiqatlarni o'zini aqlli, bilimli chaqlaydigan kishilardan yo'shirib, kichik bolalardek sabiy kishilarga oshkorlig'ining uchun sana madhiyalar aytaman. Shundaq
Ata, senin öz xağışın ayna şu edi. Hazreti İsa atrapıdakilarga, atam hammani manga ata qildi. Mening kimligimni atamdan boshqa hech kim bilmaydi. Atamning kimligini men va men o'zim oshkorlashni xohlaydigan kishilardan boshqa hech kim bilmaydi dedi. Andın Hazreti İsa shogirdlarga qarab, astag'ina, ko'rgan ishlarni ko'raligininglar uchun naqadar baxtliksizlar. Bilib qo'yinglarki, burungi nurg'un payg'ambarlar va podsholar sizlar ko'rgan va anglaganlarni ko'rishni va anglashni arzu qilgan bo'lsa-mu, murodiga yetolmadi dedi. Mehribon samariyalik to'g'risidagi tamsil. Tevrat ustozlardan biri Hazreti İsa'ni sinamoqchi bo'lib, "Ustoz, men qanday qilsam mangulik hayotga erisha olayman?" deb so'radi. Tevrat qonunida nima deyilgan? Buni o'zingiz qanday tushundirasiz deb so'radi Hazreti İsa. Elqi kishi mundaq javob berdi. Parvardigoring bo'lgan Xudoni butun qalbing, butun jining, butun kuching va butun zehning bilan so'ygin. Buningdan qolsa, qo'shningni o'zingni so'ygandek so'y. To'g'ri javob berdingiz. Mana shunday qilsangiz mangu yashaysiz, dedi Hazreti İsa uningga. U kishi o'zining savol so'rashining yo'lliq ekanligini bildirish uchun Hazreti İsa'dan tushuntirish talab qilib, "Mening so'yishga tegishli qo'shnlarim kimlar?" deb so'radi. Hazreti İsa mundaq dedi. Bir odam Yerusalimdan Yerixa shahriga kelib etib, yo'lda qaroqchilar uchrab qopti. Qaroqchilar uning kiyim-kechaklarini soldirib elib, uni urib, chali o'lik qilib tashlab ketibdi. Uzun o'tmay bir Yahudiy ruhoniy shu yo'ldan kelib etib, helqi odamni ko'rib pisand qilmay yo'lning u cheti bilan mengib o'tib ketibdi. Shuningdek, markaziy ibodatxonada ishlaydigan Lavi qabilasidan bo'lgan bir xizmatchimi bu yerga kelganda u bechora odamni ko'rib, kori bo'lmay yo'lning u cheti bilan mengib o'tib ketibdi. Lekin Yahudiylar yomon ko'radigan Samariyadan kelgan bir kofir bu yerdan o'tib ketib etib, uni ko'ribla ich og'ritibdi va oldiga berib, yog' va sharob bilan jarohatini yuvib, tengib qo'yibdi. Andin uni o'z eshigiga mindirib, bir mehmonxonaga elib berib, bu yerda holidan xabar olibdi. Atsi mehmonxonaning xo'jayiniga 2 kumush tanga berib, uningga qarab qo'ying, ortiq chiqimi bor bo'lsa, qaytishimda to'layman debdi. Hazreti İsa hilqi ustozdir. Sizce bu 3 odam ichida qaysi qaroqchilarga yo'liqqan hilqi kishiga qo'shnidarchilikni yetkazgan deb so'radi. Onunga mehribonlik qilgan hilqi kishi deb javob berdi u. Undaq bo'lsa, sizmi berib, boshqalarga shunday qiling, dedi Hazreti İsa uningga. Hazreti İsa'nın Marta ve Meryemni yo'qlashi. Hazreti İsa shogirdlari bilan birga safarni davomlashtirib, bir yezg'i keldi. U yerda Marta ismli bir ayol uni uyiga taklif qildi. Martaning Meryem ismli bir singlisi bor edi. U Hazreti İsa'ning oyog'i tarafda o'ltirib ta'limini anglavatdi. Uydagi ishlarning ko'pligidan pay-petak bo'lib yurgan Marta Hazreti İsa'ning oldiga kelib, "Ey Rabbim, singlim Meryem shuncha ko'p ishlarni menga tashlavatdi. Uni menga yordamlashtirgaysiz", dedi. Biroq Hazreti İsa uningga bunday javob berdi. "Ey Marta, sen ortiq ishlarga bosh qotirib avara bo'lib yuribsan. Biroq birla muhim ish bor. Meryem shu yaxshi ishni tanlab oldi. Buni hech kim uningdan tortib ola olmaydi."